Assalomu alaykum hammaga. Bugun 27-aprel sanasi 2027-yil Moskva. Qor yo'q, aldayapsan-ku deganlarga mana do'stlar. Realni mana ko'rsatyapman. Hop, kamerani mana. O'sha daraxtlar ham ko'm-ko'p bo'lib, barg yozib qolganda mana. Barglarni yozganda o'sha qor yog'di mana, dahshat qor yog'yapti. Mana bu mashinadagi qorlarni qarang mana. Hozirda ham mana bilinayotgan bo'lsa, qor yog'moqda mana. Dahshat yog'yapti. Mana bunday qilay realni bilinadi mana. Qor yog'yapti hali ham. Like bosib, podlitsa qilib tarqatib qo'ying. Mana qor yo'q Moskvada deganlarga. Realni men o'zim Moskvadaman. Shu yerda mana 27-aprel sanasida qor yog'di. Mana yo'llarning ahvoli, mana bu moskovskiy nomerlar mana. Yana ba'zi odamlar ham chiqarganda shunaqa qor yo'q deganlar. Shular uchun video qilib qo'ydim. Realni mana kamida bir 10 sm, 15 sm qor yoqqan mana. Mana holat.